Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Hozir yenimiz o'tgan mana Uyg'ur harakatniki qurg'uvchisi Rushan Abbas Adimiz bilan yo'lchi Abdullah akamiz Atoyatlan Belgiyadagi yig'inlarni tugatib, Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatidagi quruvsida Kermishga kepti bolalar hal so'rab ahvollashib hemşeri paranglashib o'tdi. Rushan adimizning Abdullah akamizga kirib, bizde kavaplarning quraqlari, poloning quraqlari, Uyg'ur pichili paraniklari xillarni kirib, xuddi vatan sevgishniki azroq bo'lsin bir nimasida his qildiganligidan ta'sir qilibdi. Shoshqa mushlarniki azizlarning bir hissiyat ifodalab, ekran oldi qarindoshlarimizga bir salom qilishdan qisqacha bir nimasini so'zlab beramiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Biz Belgiyada bugün faaliyetli bo'lgan Belgiya jamiyatining raisi Yaşar Yalqın efendim ve Belgiya jamiyati idora heyetining a'zosi İbrahim efendimler shundoq Gollandiyada Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyati bir faaliyet o'tkazyapti. Biz sizlarni aşağıya bir apırıp ekersak, aşılar bilan bir kurashsanglar, salomlashsanglar deb muşular uyushtirib, Belgiyadan bular bizning ishga keldi. Biz bu Belgiyadagi bu cemiyetimizin rehberleriga uzunlarga rahmatimizni aytamiz. Bu Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining yangi setib olgan zaminini, mumkinini tabriklaymiz. Bütün muhaciratdagi qarindoshlarimizning shundoq yer zamin mulklarga ega bo'lib, kelgusi avlodlarga bir davonlar emas, davo bilan birga bir mulkni qoldirib ketishini rica qilamiz. Bunga bütün kuchimiz bilan mengyapmiz. Xudoyim Allah Cenab-ı Allah sizlarning yordamchinglar bo'lsin. Biz zodi fikrda, qalbda, harakatda, so'zda bir. Hammamizningki vatanimiz Sharqi Turkiston, bayrog'imiz ko'rsatuvchi bayroq. Bu dava için qaysi grupta, qaysi tashkilotda bo'lishidan qat'iy nazar birga harakatlarni olib beryapmiz. Bugun bu yerda bunday bir faoliyatlarni o'tkazishda, shiddatlarni, kavaplarni yasab, bu deganlik nima desa, bizni yo'qligimiz degan Xitoyga bir javob. Bizni Xitoy yo'qotmaydi. Bizning madaniyatimiz yo'qotmaydi, tilimiz yo'qotmaydi, dinimiz yo'qotmaydi. Bizni Allah hür yaratgan, inşallah hür yaşap ve zeminimizde azat kılıp Sharqi Turkistonda tiklep, bütün Sharqi Turkistonda ezan avazı jaranglaydigan bir şarayitda Xudoyim buyursa bu dünyadan ayrılış niyetimiz var. Şunun için kurash qilamiz. Buni Allah yetkazadi deb umid qilaman. Müşahedesi bir iki kız bir. Assalamu alaikum qarindoshlar. Men necha kundan beri Yevropada qancha davlatlarda bo'lib, kun Belgiyaga kelib, Belgiyadagi Uyg'ur jamoatini ko'rib, shundan xush bo'lgandim. Bugun bu faaliyatlarga kelib Gollandiyadagi jamoatni, shu kayfiyatni, bolalar, yoshlar, qarindoshlar bunu yakan manlar, pololar, kavaplar, uçaklar bilen xuddi hozirdan ko'rikka berib qolgandek shunday bir kayfiyatda bo'ldi. Shunday xush bo'ldim. Bizningki madaniyatimiz, milliy kimligimiz, Uyg'urligimiz bu yo'qmaydi, ajizlamaydi. Xitoy qancha tirishsimi, Xitoy hokimiyati halok bo'ladiki, biz g'alaba qozonamiz. Uni yo'qotolmaydi. Rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi bu so'zni anglayotgan qarindoshlarga salom. Shuning bilan birga biz bugun 2019 10. ayning 19 ve 20 günleri bir yemek yarmankisi yo'l qilgandik, organiz qilgandik. Bu yarmankimizga shunda Uyg'ur qarindoshlar mayli Belgiyadan bo'lsin, mayli Germaniyadan, mayli Gollandiyadan shunda ko'plab qatnashgan bo'ldi. Shunday qizg'in kayfiyat ichida shunda vatanninki tamoqlarni xuddi vatan Rushan xonim degandek vatanda o'tirib yegandek shunda hammaylar xursand.
shunday yaxshi ketib bordi. Shundaqla bu munosabat bilan bularni Abdukim efendim va Rushan xonim alohida ishlarini qo'yib uzoqdan bizni bizga kuzatib alohida kelibdi. Bu şeylenge ve başka dostlarımızga hemmeylenge Avrupa Şarkı Türkistan Mağrib Cemiyeti namıdın çok rahmet eytime. Allah razı olsun. Şundaqla hayatı yani davamlaşıda bütün qarindoshlarniki ko'plab kelib bunda bir ortamdan bunda bir fursatdan foydalanishini qizg'in chaqirib da'vat qilaman, tavsiya qilaman. Hammanglarga ko'p rahmat. Ama aldığımızki kırılışımız Belgiya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Yaşar Efendim Rushan adımızla Abdülmakimizin şahşı Belgiya'dan ep yaptımış yarmenki faaliyetke. Siz bir iki kız bir gap qilishga taklif qilaman. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi yerlarida muhojirat chaqirib saloq qarindoshlar. Men Belgiya Uyghur Cemiyeti'nin Yaşar Yalqin. Amalarni xabarda bo'lganga o'xshash Abdülmakimiz bilan Rushan adimiz bu Yevropa safarida nurg'un bekatlarni tugatib nurg'un natijalarga erishib hamda oxirgi bekatini Belgiyada Fransiya tamomlash Belgiyadagi faoliyatlarni biz tugatib shuning bilan Gollandiyadagi jamoatni bulubmi Gollandiyaniki Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatida o'rlashtirgan mushundaq bir sorun, mushundaq bir madaniyatni tunishtirish, mushundaq bir o'zimizning noz-nimmat, o'zimizning go'zal taraflarini ham shu yerliklarga tunishtirish hamda Uyg'urlar bilan fakrlanish mushta bir sorunga hozirligiga boshqa Ma'rif jamiyatiga ko'p rahmat. Shu munosabat bilan Ro'shanimizni biz birlikda qilib Mishalik Uyg'ur qarindoshlar bilan yuz ko'rishib, shu tamdan, shu puroqdan, shu muhitdan hammasidan tang bakrilmayli deganimizdan keldik. Shu atrofdagi davlatdagi qarindoshlarning hammalarni vaqt sharoiti yor bersa, atim davomlashadi, bundan keyin davomlashadi. Bugun 100 kishi qilgan bo'lsak, at 200 kishi qilamiz, yana bir yil 500 kishi qilamiz. Xudoyim bo'lsa bu ishlar tushunib mangdi. Menga davomlashadi. Yevropalik qarindoshlarning hammasining bir mushtak bir bo'lib Muşa her bir teşkilatımız faaliyetlerini qo'llab berishini umid qilaman. Rahmat. Oxirida bilaringiz sana. Abdulkimga gap qilaman. Efendim, shuncha arzu qilatdim, sen shu namoyishni qilyapsan, necha yil bo'ldi. Yomg'ir demasdan, qarni qor demasdan, vatandagi zulmni dunyoga anglatish, zindan yotgan qarindoshlarimizning bir ovoz sadosi bo'lishini to'xtatmadan buni birinchidan sizni tabriklayman. Ammo sizning maydonda yanada bir bo'g'imiz botdi. Bugun nasib bo'lmay qoldi. Xudoyim buyursa inshaalloh kunlarning birida shu qilishning yaniga kelib, sen bilan bir kun shu namoyishga qatnashimiz inshaalloh. Rahmat. Buni davom qilgan bütün dunyodagi qarindoshlarimizninki sana bo'lgan hurmati alohida uni bilsa. Rahmat. Buni bir askar. Rahmat. Bunda bir ep qo'yayım endi, Mana qarindoshlar hozir Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatida bo'layotgan faoliyatlar. Mana o'xshab ketgan kebablar. Mahmudjon ish qiz yaqinmamsizlar? Aka qo'yning kebablar qayoqlar? Aka qo'yning bu tishning qo'lolmaydi hamda. Mana kebab qanday bo'ldi? Ha, mahalla lag'manchilikkan. Polo bormi? Bizdaymi? Mana polo aka. Man Navay ustam namı do'stlar. Voy, non. Navay ustam namı. Kebab. Mana. Ubul Qosim ishkaz yaqinmamsizlar? Ama cami faaliyet doğrusida. Bugün Yermenki ekivatimiz, Yermenkimizin asasında Meksika müşahedeki Gollandiya'da ekivatkan Uyghur karandaşlarımız, yani onu sırf Belgiya'da, Germaniye'de, etrafı karandaşlarının kirişi olan Yermenki ekivatimiz. Yermenkimiz yarıkını yemek içmekle asasında. Bunun maksat vatandaşlarının bir özara bir araya girip, ballarınki bir uçuruşup, bir kanal yerimizin biraz bir kanal içi. Şunlarla birlikte bu arkalık biraz cemiyetimiz iktisadi tarafını hal kılış maksatda bu Yermenki ekivatimiz yılda iki katı buluvatıda. Yazda, küzde. Bu küzlük Yermenkimiz köyünde cemaat ve her tarafın kilovatında yaş buluvatıda. Rahmat. Maqam, to'g'ri maqam.
Ha, ana ko'p gap ketgan o'xshaysiz, ishga gap qilmamsizlar, qaydaroq bir olgan ta'sirotlaringlar. Maydondan bu nima ishdim bu? Masha naq maydonda nima yeyapsizlar, nima qilyapsizlar? ishlab qaladak yeb. Unda salom ikroq naq maydonda Attak ishlatimiz. Ha. Deb o'tkinlar bolalar bilan o'tirib ko'p yatimiz. Hamda siz o'xshash mashhur bolalar kelibdi. Ko'ziniga xizmatini qilib, otdan yemin yeb o'ttirdik danglar ondalar. Ha, emisi bor. Mana shu o'ttirgan naq maydonlar. Ha, sanayım işkaz yakınmamsınız mı? Aşağı turibmi? Ağlam savatımda. Assalamualaikum barliq qarindoshlar. Bugun Gollandiyadagi Zeys shahrida Ma'rif jamiyatiga turgan madaniyat faoliyatiga qatnashdik. Qatnashganimizda kayfiyatimiz yuqori qiymatdagi bir kelajak qurgan. Faoliyatga Amerikadan Uyg'ur Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi, onun hizmetçiler, yaşar, sanlar katlaştık. Misafirlik keyfiyatimiz, oyumuz, devlet vakti yok kaldı. Bu devletlerinin kesiminde de yaşavatmadık aşağıyızda. Bu faaliyeti ulaştırgan Uyghur Ma'rif Cemiyeti'ye Gollandiyadaki şahsen üzerinden rahmetine ektiler. Rahmet. Ha. Sizin bir işkaz yakın ettik mi? Yani bana taze bakkali, non, pişirip bırakın siz. Ma faaliyet olsun işkaz yakınımızın təsiratlarını nimek geldiniz mi sorun? Bizim Atlas Universitet'ten geldik. Atlas ne? Atlas. Atlas sorusu kısa düşen çürün amisen. Atlas yoktu Gollandiyalı kurulgan cemiyetimiz tarafından. Rahmet. Buraya gitmez mi? Bu da bu takı yapıyorsunuz.